Ustoz, bu odam siz so'rayapti. Nima xizmat? Zo'r biznes bor. $1000 tiksang $2000 qilib qaytaraman. Qanaqa biznes ekan u 2 barar bo'ladigan? Osh damlab sotamiz. $1000 bor, o'rtada ishonch yo'q. Mana uyimni hujjati kadastri ishonch uchun. Bu boshqa gap. Mana $1000. $2000 kutib qolaman sendan. $1000 kerak. Ikkita lo'q ustoz shogird topib olganman. Semirtirib so'yaman. Va'da qilingan $2000. Voy malades, mana uyingdagiman. Shoshmay tur, kattaroq biznesli yo'qmi pul tukaman. Bor, metalon biznesi bor. Faqat 5000 kerak. Bo'ldi mana $2000, mana $3000. Shunda nechta pul qaytadi? 10000 qilib beraman. Bo'ldi, kelishdik. Qaroy, pulimiz 2 baravariga ko'payyapti. Ustoz, kadastrni olib qolmadingiz-ku. Ko'ngling keng qil, ishonchli bo'l ekan. Metalon ishimiz o'xshadi. Mana va'da qilingan 10000. Voy dod, rahmat. Qaroy, qaynar xumcha topib oldik, qaynar xumcha. 20000 bo'lganda zo'r biznes bor edi. Avtoservis ochardi. Bo'lmasa mana $10000. Qo'ya yarimni ham qilib beraman. Avtouskunalarni yaxshidan olish kerak bo'lmasa. Zo'r joy bor. Avtoservisga hamma uskunalar bor ekan, elektromobilga ham. Okay, bet nomi avtomasir uz bo'ladi. Betdagi barcha uskunalarni Xitoydan olib kelishadi va kafolat berishadi. O'zining ehtiyot qismlari ham bor. Narxlari-chi? O'zi narxi arzon, lekin Ramazon oyi munosabati bilan 10% dan 20% gacha chegirma ketyapti. To'liq istalgan turda chegirmadan chiqarib, o'zining bonuslari ham bor. Mashton olamiz. Menga qarang, mana $10000. Jami 20000 berdim. Shuni siz menga qancha qilib berasiz? 40000. Bali. Yaqinda boyib ketaman. Yana uyimga keldilaringmi? Pulga uxladilaring. Isbot dalillaring yo'q. Semirtirib so'ydim sizlarni. Ustoz, aytdim, uxlatib yuboradi dedi. Qoravoy, bu quylar yurgan quyonni onasini emas so'yganlar. Qarab tur. Boy, uyingizda dokument kadastr qayerda? Uyda turibdi. U qalbaki, mana original. Shoshma. Sen shohid yursang, men bargib yuraman. Iltimos, kadastrni qaytarib bering. Kelishilgan 40000 ni beraman. 40000 emas, 50000 qaytarasiz. Buning uchun 10000. 10000 yetkizgan ma'naviy zararing uchun.